Davlatimiz rahbarining 2026-yil 5-yanvardagi respublika mahallalarida xavfsiz muhitni yaratish yo'nalishida yaxlit manzilli ishlash tizimini joriy etishga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori ijrosini ta'minlash maqsadida Angren shahridagi Kimyogar mahallasida joylashgan harbiy qism binosining majlislar zalida kengaytirilgan yig'ilish o'tkazildi. Tadbirda Toshkent viloyati Davlat xavfsizlik xizmati boshlig'i, viloyat prokurorining o'rinbosari hamda huquqni muhofaza qiluvchi idoralar mas'ullari ishtirok etdi. Shuningdek, Angren shahri hokimi, prokuratura, ichki ishlar bo'limi, soliq inspeksiyasi, tegishli korxona va tashkilotlar rahbarlari, ijtimoiy soha vakillari hamda mahalla yettiligi ham ayni muassasada jam bo'ldi. Unda qonuniylik va jinoyatchilik holati, xavfsiz muhitni shakllantirish, jamoat xavfsizligini ta'minlash, mahalla yettiligi faoliyat samaradorligini o'rganish natijalari muhokama qilindi. Shu bilan birga voyaga yetmaganlarga ta'lim-tarbiya berish, yoshlarni bilim olish va ularni sportga jalb etish, xotin-qizlar huquqlarini himoya qilish, nizoli oilalar bilan ishlash kabi masalalarga alohida e'tibor qaratildi. Bundan tashqari, aholi bandligini ta'minlash, yangi ish o'rinlari yaratish, kambag'allikni qisqartirish, aholi salomatligini muhofaza qilish, yuqumli kasalliklarning oldini olish, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash hamda hududdagi kriminogen vaziyatni yaxshilashga qaratilgan chora-tadbirlar yuzasidan tanqidiy-tahliliy muhokamalar olib borildi. Bu kabi tadbirlar hududni jinoyatchilikdan xoli hududga aylantirish, aholi va davlat idoralari o'rtasida ochiq muloqot o'rnatish, muammolarni joyiga chiqqan holda tahlil qilib, tezkor yechim topishga xizmat qiladi. Tadbirning amaliy natijasi esa hududda tinchlik barqarorligi va aholi turmush darajasining yaxshilanishida aks etadi.